Astronomer Alfred Gorzoviskiy mundaq degan. Agar dedi, sen ishlimga tayanmay dedi. Bir tal pizza dege o, men nan deb tushundiray. Sen ishlimga tayanma bir nanni nöldan başlap men nandan birini paydo qilib baqaman desang, bütün koinotni qayta qurib chiqish to'g'ri keldi deydi, bir nan. Bu nim degan gap? Chunki bir nonni sizlar etish uchun, nonni pishirish uchun bug'doyga muhtoj bo'lsizlar. Bug'doyni chuqum yaga terish kerak. Ya bo'lish kerak. Undan sonra yer shari bo'lish kerak degan gap. Yer shari mangu o'z yolg'iz mustaqil holda mavjud bo'lib turolmaydi. Yer shari mavjud bo'lib turish uchun quyosh sistemasidagi tortish kuchi qonuni bo'yicha, ig'irlik tortish kuchi qonuni bo'yicha boshqa planetlar bilan birga turish kerak. Ya'ni yer sharining mavjud bo'lishi uchun quyosh sistemasi bo'lishi kerak. Quyosh sistemasi yolg'iz mavjud bo'lolmaydi. Quyosh sistemasi mavjud bo'lish uchun boshqa quyosh sistemalari bilan teng mavjud bo'lishi kerak. Ondan Samanyol sistemasi shakllanishi kerak. Samanyol sistemasimi hargizmi mustaqil turolmaydi. Bir Samanyol sistemasi mavjud bo'lish uchun necha millionlagan Samanyol sistemasi bo'lishi kerak. Bular aniki nebulalarni shakllantiradi. Nebula degan texmi cho'ng bir yulduz to'pa. Umi yolg'iz turolmaydi. Bir nebula turish uchun yana nurg'unlagan nebula. Bu nimadan derak beryapti? Bir nonni, barpo qilish uchun mana shunday ishlar ketadi. Şun bir odamning hargizmi o'zi yolg'iz holda taraqqiy qilib, o'sib tushishi mumkin bo'lmaydi. Shunga atrofdagi odamlarning boshqalarning tuvalishi tip yil sepayotganda o'zining tuvalishini keltirib chiqargan. Amaliyotchi bo'lsa, atrofimizda kuchli odamlarning bo'lishi bu biz uchun foydali. Qanday foydali desa, birinchi ma'lum bir territoriyada yashayotgan odamlar umumyuzlik ojizlashib ketgan vaqtda u o'zining ojiz ekanligini his qilmaydi. Hamma odam o'xshash bo'lib ketganda men musho deb o'ylab qoldi. Tuyuqsiz ulardan kuchli odam kelganda ondan u o'zining ojizligini biladi. Louis III bir podshoh, bu podshoh bir kuni qo'shnilardagi podshoni ziyofetga chaqirib, ma'lum bir podshoh bilan yana bir podshoni qadas so'qashtirayotganda qarshi taraf uning yeniga kelib, uning og'zining puraydiganligini his qildi-da, Louisga og'zingiz puraydi ekan deydi. Louis buni anglab shunda ochiq ketdi. Ammo buni ochiqini ayoldan olmoqchi bo'ldi. Va ayolning yeniga kirib, sen 20 yil men bilan uy tutding, 20 yil jarayonining yog'i bir vaqtda mening og'zimdan puraydiganini nima ish deb qo'ymading, sen dushmanlik qilding, nurg'a odamning oldida mening yuzimni to'kding desa, ayol javob berdi. Men bilmabdim. Hamma erlarning og'zi mushunda puraydigan o'xshaydi deb o'ylab qoptiman dedi. Demek ki nurg'un vaqtlarda bizning atrofimizdagi odamlar yoki ma'lum bir qavm butunlay ojizlashgan vaqt o'zining ojizligini his qila olmaydi. Kuchli odamlar bo'lsa dal bularning ojiz ekanligini his qildirib qo'ydi. Bu millat tariqasi shunday bo'ldi. Bir millat ojizlashgan vaqtda kuchli millatlar o'chilib qoladi. Kuchli millatni xato chiqarish orqali o'zininki to'g'ri qilmoqchi bo'ladi. Nurg'un vaqtda ojiz odam xuddi boshqalar ochiqlangandek, boshqalar qiydigandek, boshqalar to'g'risida gap topgandek millat altidimi ma'lum bir millat ojizlashgan vaqtda boshqa kuchli millatlarni shundoq yaxshi ko'rmaydigan ahvollar bo'ldi. Amaliyotda bizning atrofimizda kuchli millatlarning bo'lishi bunoit muhim ish. Chunki ular ko'tarilgan vaqtda xuddi to'r nazariyasiga o'xshab atrofidagi ojiz millatning o'zi bilan so'rab ko'taralaydi. Ham u shu millatga nurg'un narsalarni o'rgatalaydi. Chunki mukammal taraqqiy qilgan yoki hamma joyda taraqqiy qilgan odam bo'lmagandek millat mavjud bo'lmaydi.